Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz YouTube tomoshabinlari, qadrdon yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan g'oyibona uchrashib turganimdan behad xursandman. Bugungi videomiz Hojiobod'dagi Hoji ukamizning polizi deb nomlanadi. Bugun biz Buxoro viloyatidagi Peshku tumani Hojibobo qishlog'idan 6-7 chaqirim cho'lning ichida Hojiobod'dagi Hojibobo polizdamiz. Polizning maydoni 2 gektarni tashkil qiladi. Poliz bilan yonma-yon paxtazor Hojiboboning polizida Kalaburi, Bo'rikalla, Amiri, Sherozi oldingi qovunlar navi bor. Taxminan 5-6 marta qovun uzilishi. Bu polizdan 20 tonnadan ortiq Kalaburi, Amiri, Sherozi qovunlar uzilgan. Haliyam polizda qovunlar serob. Mana oldinda Hojiobod'dagi poliz sohibi Hoji ukamiz qovunlarni ko'rsatib boryaptilar. Mana Kalaburi qovuni. Tanidingizmi deb so'radilar. Ha, albatta tanidim. Men yoshligimda bu qovunlarni ko'p yeganman. Yoshligimda polizda Kalaburi, Amiri, Sherozi va Pagohi nomli qovunlar bo'lardi. Hoji ukamiz ochiq ko'ngil, shirin suxan, kamtar va mehnatsevar inson. Hoji ukamiz bilan men 2020-yilning dekabrida Umrada Madina va Makka shaharlarida birga bo'lganmiz. Birga Madina va Makka shaharlarini ziyorat qilganmiz. Maroqli suhbatlar qurganmiz. Suhbatlarimizdan birida men Hoji ukamizdan nima bilan shug'ullanishlarini so'raganimda,
u kishi men dehqonchilik bilan shug'ullanaman. Cho'lda, polizda qovun, tarvuz, uzumlar ekaman deganlarida men hoji ukamdan Kalaburi, Amiri, Shirozi, Pagohi qovunlarning navlari ham ekasizlarmi deb so'radim. U kishi kamtarlik bilan ha men Kalaburi, Shirozi, Amiri qovunlari ekaman dedilar. Men hazillashib u kishiga qovunxo'rlikka borar ekanimizda dedim kulib. U kishi kulib bosh ustiga dedilar. 2025-yilning iyun oxirlarida hoji ukamiz menga qo'ng'iroq qilib, polizda qovunlarini pishganini avgust oyining boshlarida borishimni so'radilar. Men havo issiqligi sababli avgust oyining oxirlarida borishimni aytdim. Men 23-avgustda Toshkentdan Buxoroga bordim. 25-avgustda men hoji ukamga telefon qilib Buxoroga kelganimni aytdim. U kishi o'zlari meni topib olishlarini aytdilar. 28-avgustda mana bizlar uchrashib turibmiz. Mana bizlar cho'lda Hojiboboddagi hoji ukamizning polizdamiz. Polizda kum-ko'k palaklar yastanib yotibdi. Palaklarda Kalaburi, Shirozi, Amiri qovunlarni ko'zni quvontiradi. Mana hoji ukamiz poliz paykalari bo'ylab palaklarda pishib yetilgan qovunlarni ko'rsatib, Shirozi, Amiri qovunlardan bir nechtasini uzib, shirinligini aytib, o'g'illari Humoyun Mirzoga berib, ularni mashinaga olib borishni aytdilar. Poliz kum-ko'k dengizdek mavjlanadi. Turli qovunlar hidi burunni qidiqlaydi. Polizni bir yonida paxtazor, bir yonida uzumzor, bir yonida esa olmazor. Men bu bo'shlik cho'l o'rtasida hoji ukam qo'li bilan, mehnati bilan yaratgan jannat makon bog'iga tushganimda o'zimni his qildim. Hoji ukam meni hammasini batafsil tushuntirib gapirib berdilar erinmasdan. Men ukamiz Hojiboy bu yerni Hojiobod deb aytishni taklif qildim. U mamnuniyat bilan rozi bo'ldi. Polizda qovunlardan boshqa loviyalar, uzumning milliy loviya ekilgan ekan. U ham juda yaxshi hosilga kirgan. Videomiz ham nihoyasiga yetib qoldi. Mavzumizni videomizning ikkinchi qismida davom ettiramiz. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar.